قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 8-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda biz asosli o'rganmoqchi bo'lgan mazmun badal. Badal degan nima? Biz badalni tushunishdan ilgari oldi bilan tendagi bir misolga qaraylik. Hada li Muhammadin. Bu Muhammadning. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, bu Muhammadning degan bu jumlada bir uqumsizlik bor. Bu Muhammadning, nima Muhammadningki? Demak, bu deb ko'rsatgan bu narsaning nimaligini biz bilmaymiz. Demak, bu yerda hada degan bu so'zda izohlashga tegishli bir uqumsizlik bor. Endi biz mushu hadadagi uqumsizlikni izohlash uchun bir so'z keldik. Masalan, hadal kitabu li Muhammad. Bu kitob Muhammadning. Endi biz bu jumlada hada bilan bo'lgan maqsadni bildik. Ya'ni buningki kitob ekanligini bildik. Bu kitob Muhammadning deb. Demek el-kitob degan so'zni akilish orqali biz hadani qanday qildik? Izohladik. Endi biz arab tilida mushu izohlash uchun kelgan so'zni biz badal deb ataymiz. Izohlangan so'zni biz mubaddal deb ataymiz. Ya'ni hada izohlandi. Buni mubaddal deb ataymiz. El-kitob bu izohladi. Buni deb ataymiz? Badal deb ataymiz. Mana hadal kitabu li Muhammad. Bu kitob Muhammadning. Endi yana bir qoida shuki, hada dinkin elif lam bilan kelgan har qanday qism hadaninki izohi bo'ladi. Ya'ni hazaninki badali bo'ladi. Hada dinkin yoki zalika dinkin. Chiqib ismi ishorat dinkin, ismul ishora. Mayli hada bo'lsin, mayli hadihi bo'lsin, mayli zalika bo'lsin, mayli tilka bo'lsin, ismi ishorat dinkilla alif lamliq bir so'z kelgan bo'lsa, shu so'z hadaninki badali bo'ladi. Ya'ni izohati bo'ladi. Izohlagan so'zi bo'ladi. Mana bizning bugun birinchi o'rganmoqchi bo'lganimiz badal. Badal degani nima ekan? Ilgarisidagi so'zdan uqumsizlikni ko'tarish uchun keladigan so'z. Endi bu badal qanday hukmlari bor, qanday xususiyatlari bor buning arab til qoidasida deganda, bu badal, ya'ni izohlash uchun biz akagan so'z mubaddalga, ya'ni izohlangan so'zga hadaga ergashadi. Qaysi xil jihatda ergashadi? Zavar, zir, pashlikda ergashadi, ya'ni harakatda ergashadi. Izohlanguvchi, ya'ni mubaddal pashlik o'rinda bo'lsa pash o'qiladi, zavarlik bo'lsa zavar o'qiladi, zirlik bo'lsa zir o'qiladi. Demak, birinchi nimada ergashadi? Harakatda ergashadi. Ikkinchidan sonda ergashadi. Izohlanguvchi, ya'ni mubaddal birlik bo'lsa badalmi birlik, mubaddal ikkilik bo'lsa badalmi ikkilik, ko'plik bo'lsa ko'plik. Demak, sonda ergashadi. Uchinchidan iniqsizlikda ergashadi. Ya'ni mubaddal izohlangan so'z iniqsiz bo'lsa, badalmi iniqsiz keladi. Iniqlanguvchi, ya'ni mubaddal izohlanguvchi iniq bo'lsa, badalmi iniq keladi. To'rtinchidan ayollikda ergashadi. Demak, ikkisi birisi bizga mos keladi. To'rtinchidan ayollikda. Masalan, el-kitob bo'lib qolsa hada keldi. Agar soat bo'lib qolsa hadihi keladi. Demak, o'zaro mushu birinchidan harakatda, ikkinchidan sonda, uchinchidan iniqsizlikda, to'rtinchidan ayollikda. Mush to'rt ishni qanday qiladi? Badal mubaddalga ergashadi va o'zaro moslashib keladi deb tushunsangiz bo'ladi. O'zaro qanday qiladi? Moslashib, o'xshash keladi. Ikkilisi iniq, ikkilisi birlik, yoki ikkilisi ko'plik, yoki ikkilisi erlik, yoki ikkilisi ayollik. Ikkisi o'xshash holatda keladi. Masalan, hazihi saatu li Zaynab. Bu soat Zaynabning dedim. Bu yerdagi as-saa hazaninki badali bo'ldi. Haza li Zaynab desam, bu Zaynabning desam, bu yerda hadada bir uqumsizlik bor. Izohlashga tegishli bir holat bor. As-saatni akilish orqali biz hadani izohladik. Unda bo'lsa hada nima bo'ldi? Badal bo'ldi. Qaysi so'zning badal elindi? Hadadan. Unda bo'lsa hada mubaddal bo'ldi. Balki soat ayollik bo'lg'achqa hadihi deb bu yerdagi mubaddal qanday keldi? Mas holatda ayollik shaklda keldi deymiz. Bugungi darsimizdagi muhim mazmun shu. Sizlar tekstni o'qish jarayonida buning misollari ko'p chiqdi, bunga diqqat qilinglar. Yana kelib qoida shuki,
hada yoki zalika yoki tilka yoki hadihi ismi ishoratdan keyin alif lamliq bir so'z kelgan bo'lsa, bu shu ismi ishoratdan keyin izohati, ya'ni badali bo'ladi. Endi ikkinchi qilib yana bir o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun lamut tamlik. Biz ilgirki soatlik darsda uzoq tushuntirdik. Lamut tamlik degan nima deganda ig'dorchilikning lami. Masalan, Muhammad qo'shsak nima bo'ldi? Li Muhammad, Muhammadning. Hadal kitabu li Muhammad. Bu kitob Muhammadning. Lillahi Allohning. Li Xolid, Xolidning deganga o'xshash. Bugungi darsimizdagi asosli mazmunlar shu. Qolgan mazmunlarni biz mashqning jarayonida eskartib qo'yamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thamin. 8-dars. Oldi bilan biz yangi so'zliklarni o'qiymiz. El-kelimatul jadida. Yeni sözler. El-mustashfa. Doktorxona. El-mustashfa. Doktorxona. Almanya. Germaniya. İngiltere, Angliya, Suisra, Şvesiya, Eskinu, pichaq, Fransa, Fransiya, Amame, oldi, xalfa, keyni. Amame, oldi, xalfa, keyni. Bu ikisi urun ravişi. Oldi, keyni. Amamel mescid olsa mescidin oldi. Xalfel mescid olsa mescidin keyni. Anda olsa biz tekstini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hâzer raculu tacirun ve zâliker raculu tabibun. Bu adam sodiger ve o adam doktor. Bu yerdeki hâzer raculudaki er-racul, zâliker raculudaki er-racul ikilisi bedel. Er-raculu hâzâdin bedel, bu yerdeki er-raculu zâlikâdin bedel. İsmut taciri Mahmudun ve ismut tabibi Sa'idun. Sodigerning ismi Mahmud, doktorning ismi Said. Hadal beytu lit-tajiri ve zalikal beytu lit-tabibi. Bu öy sodigerning ve o öy doktorunun. Beytut tajiri amamel mescidi ve beytut tabibi xalfel medrese. Sodigerning uyi mescidning oldida, doktoruningki uyi mektepninki keynida. Amam degan nima edi? Oldi. Xalfachu keyni. Limen hadihi seyyaratu ve limen tilke. Bu maşine kimnin ve o kimnin? Hadihi seyyaratu lit-tabibi ve tilke lit-taciri. Bu maşine doktorunun ve o sodigerinin. Hemmesindeki lamut temlik. Biz ilgirki saatlik dersini sözlegендek lamut temlik kirgen her qanday qism oquludu? Zir oquludu. Lit-taciri, lit-tabibi. Hazihi seyyaratu minel Yaban ve tilke min Amerika. Bu maşina Yaponiyadan ve o Amerika'dan. Tekst müşahede arkadaşlar bunu yadlaysınlar. Könekmeler birincisi ecib anil esiletil atiye. Tüvendeki suallara cevap verandaydı. Bu silahı tapşırık. Birincisi men hazer raculu ve men zâliker racul. Bu adam kim ve o adam kim? Tekstten imdi dok. Şunun asasen. İkincisi mesmut taciri. Sodigerning ismi nima? Masmut tabibi, doktorning ismi nima? Hammasini javobi tekstda bor. Tekstga asosan javob bersizlar. Min ayna sayyarati tabibi, doktorning mashinasi qayerdan, ya'ni qayerining demakchi. Min ayna sayyaratu tajir, sodigerning mashinasi qayerdan, ya'ni qayerining. Ayna baytut tajir, sodigerning uyi qayerda? Ayna baytut tabib, doktorning uyi qayerda? İqra ve ktub. O'qib, yazın. Yani bunu sizler o'qiysizlar ve tercüme qilsizlar, daftarga yozib ishlaysizlar. Birincisi, hadal valadu Xolidun ve zalikal valadu Muhammedun. Bu bala Xolid ve o bala Muhammed. Hadal raculu muderrisun ve zalikal raculu muhandisun. Bu adam o'qituvchi ve o adam injener. Hadal kitabu jadidun ve zalikal kitabu qadimun. Bu kitap yeni ve o kitap kona. Kalan öz anlaşılma. Üçüncüsü iqra'il misalel ati thumma havvilil cümelel atiyete mislehu. Tüendeki misalını oqun, andinkin tüendeki cümleni onun oxşaş özgerten deydi.
Hâzâ tabibun. Bu doktor. Hem bu cümlede hâzâ igi oldu. Cümlenin nemesi igisi. Tabibun doktor degan söz xabar oldu. Yani iga degan cümleniki qandaysi igisi. Xabarchi cümleniki to'liqlaydigan qismi. Biz bunu arab tilida mubtada ve xabar deb ataymiz. Hâzâ mubtada tabibun xabar oldu. Endi biz bunu yuqorqi misolga o'xshash o'zgartimiz. Yuqorqi misolda bu yerdagi xabarini hadaning badali qildi. Undan keyin xabarga boshqa bir so'z ekeldi. Endi bu doktor Hindistonda demoqchi bo'lsak deymiz. Hada tabibu minal Hindi. Bu doktor Hindistondan. Hada sayyaratun deydi. Bu yerda xato yozilib qo'yibdi. Hazihi kelishi kerak. Hadihi sayyaratun. Endi deymiz hazihi sayyaratu lil mudiri. Çoxum ne bilan akirimiz? Elif lam bilan akirimiz. Chunki badal, mubaddal qana qiladi degan biz agishidi degan. Ya'ni iniq, iniqsizlikda agishidi. Mubaddal iniq bo'lsa, badalni iniq qiladi degan. Bu hada degan, bu degan, bu iniq gap, muayyan gap bu. Iniq. Unda bo'lgan ekan, bu yerdagi biz badal qilmoqchi bo'lgan so'zlarni alif lamni akirib, undan keyin qo'shishimiz kerak. Hada at-tabibu min al-Hind, hadihi as-sayyaratu lil-mudir, zalikal waladu ibnul mudarrisi. Bala o'qituvchininki balasi deganga o'xshash. Demak, yuqorqi xabarlarni sizlar badal qilib, undan keyin oxirida bilgan so'zlarni qo'shishsizlar. Tilkas sa'atu min Suvaysra. Soat Shvetsiya. Hadal baytu lil muhandis. Bu uy injenerning deganga o'xshash. Qolgan o'zi anglashiladi. To'rtinchisi İqra'il misal al-ati. Tüvendeki misalni o'qing. Ondan keyin uningga o'xshash savol va javob tuzing deydi. Misal qaysi? Misal liman hadal kitab? Bu kitap kimning? Hadal kitabu li Muhammadin. Bu kitap Muhammadning. Mushkil şekilde savol va jumla tuzimiz. Javob tuzimiz. Bu qalam kimning? Bu qalam Abbasning. Bu ochqich kimning? Bu ochqich Alining. Bu mashina kimning? Bu mashina Mudirning. Shuningga o'xshash. Masalan, liman hadal qalamu? Hadal qalamu li Abbasin. Liman hadal miftahu? Hadal miftahu li Aliyin. Liman hadihi as-sayyara? Hazihi as-sayyaratu lil mudiri. Shuningga o'xshash. Demak, biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa, hadani, ayollik bo'lsa, hadihini kelimiz. Beşincisi, teammelil emsiletel atiye. Tüvendeki misallarını mulayize kılan deydi. Qarab bakayla. El beytu. Heliqi öy. Elif lam kirdi. İnek halette biz heliqi öy deb tercüme kılımız. Fil beyti öyde. Minel beyti öydin. İlel beyti öyge. Fi min ila. Hemmesi mi bu? Harfi cer. Zır qılğıcı harfler. Yani bu harfler kirgen söz zır okuludu. Şuna fil beyti, minel beyti, ilel beyti. Hemesini okuldu, zır okuldu. Hem de Arap tilde ahırda sukunluq alibba. Yani qısqartılma alibba isimla bunundaki zırlık haleti, yani başka xil peşlik, yani zırlık haleti mi? Biz takdiren, perizen badep qarayımız. Onu özgertenmeyimiz. Mesela mustaşfa. Bunu ahırda qısqartılma alibba. Hem de biz bununla zırqlığı çarepine kirsek mustaşfi diyemeyimiz. Bunu ahırda qısqartılma alibba oğalık için öz peti okuyumuz. Qani bunun zır okulğunu dese biz takdiren zır okuldu deb qarayımız. Qaide boyunca. Fil mustaşfa, minel mustaşfa, ilel mustaşfa. Demek harfi celak isim o'xshash. Hem de ahırda sukunluq alibba oğalık şunun o'xshash. Yani Amerika. Bunu ahırda alibba sukunluq. Fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Almanya mı şunun o'xshash. Fi Almanya, min Almanya, ila Almanya. Qaide şu ki ahırda qısqartılma alif yoki sukunluq alif bo'lgan ismlarda zirlik yoki ziverlik yoki pashlik harakat. Hamma harakat nima bo'ladi? Taqdiran bo'ladi. Iqra vaktub. O'qib yozing deydi. Buni sizlar tarjima qilsizlar daftarga yozib. Hada tabibu min Ingiltara. Bu doktor Angliyadan. Zahaba Hamidun ila Fransa. Hamid Fransiyaga bordi. Qarang, ila Fransa deb Fransaga kirdi. Fransada hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Oxirisi zir bo'lmadi. Nimishqa? Bunun ahırda sukunluq alif bab isim bo'lg'achqa. Mahmudun maridun huwa al-an fil mustashfa. Mahmud kasal, u hozir nada? Doktorxonada. Qolgani o'zi anglashiladi. Oltinchisi iqro vaktub. O'qib yozing. Buni sizlar yozib tarjima qilasizlar. Hamda bu mashq sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun amami bilan xalfa. Bu ikkisi urun ravishi.
ya'ni o'rinni bildiradigan so'zlar. Masalan, as-sabburatu amamat talibi va hiya khalfal mudarris. Do'stga o'quvchining oldida va u o'qituvchining keynida. Ayna sayyaratul mudarris, o'qituvchining mashinasi qayerda? Hiya amamal madrasa, u maktabning oldida. Ayna baytul imam, imamning uyi qayerda? Baytul imam xalfal masjid. İmamning uyi masjidning keyinda. Qolgan o'zinglar ishlab boqinglar. Hamda bu amam bilan xalfida bir eskartib qo'yishga tegishli bir ish. Bu ikkisi davom zirvalar o'qiladi. Amama xalfada. Bu qetib ketgan ism deymiz, o'zgarmas. Mayli oldiga harfi jar kirsin, kirmasin, zivar holatda o'qiladi. Yolg'iz holatda. Yolg'iz holatda degani buning keyiniga bu muzab bo'lmagan, ya'ni muzab, ya'ni zimri qo'shilmagan. Shundaq holatda. Demak, amam bilan xalfini sizlar mabni, ya'ni qatqan, o'zgarmas. Arab tilida bir-bir ismlar bor, qetib ketgan. Hech qanday omilninki ta'sirga uchramaydigan. Shularning qatoridan deb bilsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa, o'qlashlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.